أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلك سواقداشlar o'quvchilar oldingi darsimizda bizning mo'l meroslarimizdagi avlaviyat tushunchasining naqadar mavjudligini meroslarimizda avlaviyat tushunchasi shunchalik ko'pligini biz so'zlab o'tgan edik. Ya'ni bu islom meroslarida qanday bir kishi aylansa, uni aniqlasa yoki izdansa, cho'galsa, cho'qim uningdimi avlaviyat tushunchasininki haqiqatan borligi, mavjudligi va avlaviyat tushunchasiga sahobalardan boshlab tabiinlar va zamanımızdaki, asrimizdeki nurgulgan katta ulamalar bununla ahamiyet berganligini biz bilgen ve şunu düşüngen. Bugünkü dersimizde bu avlaviyat düşüncelerinin şu turasımızdaki mevcutluğuna dalalet kıldığı kısımlardan birisi el-gina ma'a şükri emil fakru ma'a sabrı. Bu bir misal. Şükrü kanaat kılış bilen baylık afzal mı yoki sabr qilish bilan kambag'allik afzal mı? Bu haqda mı ulamalar izdendi ve tekshirish olib bordi. ومن المباحث التي تدخل هنا في فقه الموازنات أو فقه الأولويات ما بحثه العلماء قديما حول الإجابة عن هذا السؤال أيهما أبدل وأكثر أجرا الغنى مع الشكر أم الفقر مع الصبر وبعبارة أخرى الغني الشاكر أم الفقير الصابر. Fiqhul muvazanatning ichiga kiradigan yoki avlaviyat tushunchasi kiradigan tadqiqotlardan birisi qadimki ulamalar bu savolga javob berish to'g'riliq tadqiq qilgan, izlangan savol bumi uni ichiga kirib ketadi. İki işnin qaysi afzal, ajri jiq, shukri qanoatchanlik bilan boyliqmi yoki sabrchanlik bilan bo'lgan kambag'allikmi, bu qaysi afzal? Yana bir ibora bilan elib aytganda shukr qanoatchan, tashakkur etadigan boy bu afzalmi, fazilati yuqorimi yoki sabrchan, chidamchan, kambag'al buning savobi fazilati yuqorimi degan bu savolga qarta qadimgi ulamalar izlangan bir javob bor. Mana bu avlaviyat fiqhining ichiga kirib ketadigan tadqiqotlar. Demak, iqtisodi bor, dunyoga ega, iqtisodlarini haqqini to'liq ado qilgan shaklda tasarruf qiladigan, Rabbining rizoligi uchun ishlatadigan, yaxshilik yo'llarining hammasiga sarf qiladigan, shukr, qanoat qiladigan, ochko'z, pixsiq, manmanchi emas bo'lgan bu boy yoki boylik yaxshimi yo kambag'al, iqtisodi yo'q,
sabr qiladigan, qaqshimaydigan, zarlanmaydigan, shikoyat qilmaydigan o'zining kambag'alligidan, ichi pushmaydigan, Rabbining taqsimotiga rozi bo'lib yashaydigan bu namrat kambag'al yaxshimi degan haqda qadimki zamonda bir savol tushgan. Bu savolni ulamolar tadqiq qilib, tekshirib, har xil javoblarni buningga berishgan. تتفاوت الإجابة على السؤال ما بين مرجح للأول ومرجح للآخر. Sualga berilgan javob birinchisini boyliqni kuchlantiruvchilar bilan ikkinchisini kambag'allikni kuchlantirgan va uni qo'llovchilarning o'rtasida farqliq. Javob o'xshash emas. Ba'zanlar sabr qiluvchi faqir buning savobi yuqori, fazilati katta desa, chunki iqtisod mal dunyo degan odamni buzudi, odamni har xil gunoh ma'siyatga boshlab ketadi. Rasul xatiati ad-dunya, butun xatolikning beshi mal dunyo deb namuratlik, kambag'allikni tashabbus qilsa, yana ba'zanlar iqtisodning har qanday bir yaxshilik ishlarga sababchi bo'ladiganligi, iqtisodiy omilninki muhim o'rinda bo'lganligi, mayli jihad, mayli da'vat, mayli ilm ma'rifat, har qanday bir diniy xizmat va diniy ishlarning iqtisodga tayinadiganligini asos qilib turib, shukr, qanoatjon iqtisodman boyning fazilati yuqori, savobi katta deganlik bilan javob bergan. Hammasining shariatdan dalili bak ko'p. Bo'libmi bu buzilmagan, askilashmagan boy bu bak afzal bu. Vallazi yatarajjahu li min khilal tadabbur fi an-nusus wal muqarana baynaha. Mening qarashimda kuchlik bo'lg'ini naslarni, tekstlarni o'ylanish orqali va o tekstlarni selishtirish orqali mening qarashimda kuchlik bo'lg'ini shukr qilgan boylik, shukr qilish, shukr bilan bo'lgan boylik o avla afzal. Buni bu mening qarashimda kuchlik bo'lgan. Bu oson emas. Shukr qanoat bilan bo'lgan boylik yoki shukr qanoatchan bo'lgan boy bu oson ish emas, oson emas. Ba'zanlar o'ylagandek unda oson emas. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolomu va qalilun min ibadiy shakur, mening bandalarim ichidan shukr qilganlar, shukr qiladiganlar bak oz dedi. Demak, tashakkur qilmaydigan, yaxshilikni tunimaydigan bandalar insonlar jiq. Allah Teala iblis la'natullahning tili orqaliqmi va la tajidu aksarahum shakirin. Siz bandalaringizning ko'pinchisini shukr qilmaydigan topasiz. Ular ko'pinchisi shukr qilmaydi. Ya'ni sizning ishonmaydi, sizningki haqqingizni ado qilmaydi, sizga qulchilik qilmaydi deb iblismi bandalarning noshukr ekanligini bu yerda o'ttirib qo'ydi. Ya'ni shukr qiluvchilar oz ekanligini o'ttirib qo'ydi. Demak, bu tashakkur etib turib, shukr qilib turib, haqqalarini o'zining o'rniga berib turib, boy bo'lish va boylik bu afzal bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh subhanahu va taoladan boylik so'raydi. Alloh taoladan kambag'allik, yo'qsizlikdan panoh tilaydi. Yine Peygamber Aleyhisselam Allahümme inni es'elukal huda ve tuqa vel afaf vel gına. Ey Allah, men sizden hidayet, takvalık, iffet, baylık sorayman deydi. Ey Allah, men siz bilen kembag'allikdan, iqtisod, ilimning ozligidan, kishilarning oldida yuz obro'yim yo'q, xor bo'lib qilishlikdan panoh tilayman. Ey Allah, siz bilen zalim bo'lib qilishdan panoh tilayman yoki mazlum bo'lib qilishdan panoh tilayman. Zalimmi bo'lg'im yo'q, mazlummi bo'lg'im yo'q deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan.
Ey Allah, cazmen ben siz bilen kembagıllıktan, kupurluktan, fasıklıktan, şikak yani günah masiyet bilen şugullanıp kalışlıktan, nifaktan pana tilayman dedi. Ey Allah, cazmen ben siz bilen açlıktan pana tilayman. Fe innehu bi'asaz zaci, bu açlık degen bekmu yaman hemra buluvağıçı bu. Yani igiske bek yaman hemra buluvağıçı dedi. Zaca degen billi yatkan demekçi hemra buluvağıçı dedi. Sa'd radıyallahu anh bunda dedi, cezmen Allah subhanahu ve taala takva, bay, iktisadlarını mehbi sarf kılıdığan bendini yaxşı görürdü dedi. Emriga munda dedi, ey emri peygamberim, ey emri yaxşı insanın koludaki yaxşı mal bek mi yaxşı dedi. Yaxşı adamın koludaki yaxşı mal bek yaxşı dedi. Ene zahaba ahlud dusur bid derecatil ula degan hadis bayla iktisadı bala ali derecelerini ip ketdi degan hadis baylının Allah'ın nimetine şükür kılsa o nimetinin hakkını ada kılsa çıkılgan vakitte bu ulağa taat ibadetlerinin fırsatlarından fakirliğe bulmayan fırsatlarının bulunduğunluğuna dalalet kıldı bu. Eğer zade bay nimetke şükür kılıp onun hakkını da kılsa iktisadı yok adamlığı birlediğin fırsat taat ibadet fırsatları baylığı birledi. Şunun için hadiste zalike fazlullahi yu'tihi men yasha, bu Allah Teala'nın fazli, Allah onu halagan kişiye biridir dedi. Demek iktisatman kişilerge birlediğin fırsat, ula kılalaydigan imkanı işla ve ulağa çıkan şarait imkaniyet kembagil yoksazlığa çıkmaydı. Bu fark var. Eğer o iktisatının hakkını ada kıla alırsa, şunun için baylık bu ebzel bu. Savabı yukarı, derecesi üstün, yaxşı, salih, takva, bay, kembagil, sabır, sabırçan, Allah'ın takdiri kat'i narazı bulmaydıgan kembagilden hakikaten neticesi yaxşı. Allah subhanahu ve taala özünün ulu peygamberlerden nurgullarını maktap, ularını şükür kılıdı degan fazilet bilen süpetledi. Peygamberlerin ki şeyhi Nuh aleyhisselam'a okşagan Allah Teala onu innehu kana abden şakura degan söz bilen maqtadı. Hakikaten Nuh şükür kılgıcı bendiydi. Peygamberlerin atısı, Müslümanların atısı İbrahim'nin Allah Teala şakiren li en'umihi ictebahu ve hadahu ila sıratın mustakim. O Allah'ın nimetlerine şükür kıttı. Allah Teala onu talladı, onu doğru yolga başladı dep maqtadı. Davud aleyhisselam bilen Süleyman aleyhisselam'ın i'malu ala Davud'a şükran. Ey Davud aleyhisselam'ın ali bala çaqıları şükür kılış üçün amel kılınlar. Mening bendelerim içinden şükür kılgıçlar az dedi. Süleyman aleyhissalatu vesselam'dan Allah Teala Süleyman aleyhisselam'ın çümünün sözünü anlap boğandakin munda deganlikni hikoya kıldı. Ey Perverdigar, meni senin mana ve ata-anamga kılgan nimetleringe şükür kılıdığan kılgın. Perverdigarım, dep dua kılganlıkni hikoya kıldı. Rabbi evzi'ni en eşkura degan. Ey Perverdigarım, meni senin mana kılgan, en'amte alay degan mana kılgan, ata-anamga kılgan nimetinge şükür kılıdığan kılgın. Naşükür kılmagın dedi. Yusuf aleyhisselam'dan Allah Teala'nın Rabbi kat ataytani minel mulki, ey Allah bana padişahlık verdiniz, üç devrini ügettiniz dep Allah'ın nimetlerine teşekkür bildirip sözlügellikini hikaye kıldı. Peygamberlerinin hatimisiga ve vecedeke ailen fağna,
Allah Teala seni namrat tepip bay kıldı dedi. Bu yerde andınkin Peygamberim'e Rabbinin nimetini sözle. Sen Rabbim bana munda kıldı. Kiçidin namaz okuşunu Allah müyesser kıldı. İlim marifetini müyesser kıldı. Dini hizmetini müyesser kıldı de. Allah Teala sahabelerine minnet kılıp munda dedi. Sile az ziminde izilgen kişilerini insanların tutuluştan ensirtkan bunda bir halette idinla bu haletine eslanla Allah Teala silahını feavakum urlaştırdı silahı nusreti bilen silahının nusreti bilen güçlendirdi silahı pakızı rızıklarını badi şükür kılışınlar için de men Allah Teala bu yerde şükrünü bir yerde kayıt kıldı. Demek padişahlıkın nimet katardı sanıdı. Süleyman Aleyhisselam'ın çümülünün sözünü anlaganlıkını nimet katardı sanıdı. Bunda boğan çağda bunu bu delillerini oylangan, tefekkür kılgan çağda birinciden baylık, kembegillikten efzel. İkinciden bay boğucu, kembegil boğucu kişiden efzel. Şerti bay teşekkür kılıdığan, yani şükür eytediğen, Rabbinin hakkını tunuyduğun bolsa bu efzel. Çünkü kolunda iktisadı var, bay kişi namurat kişiden takva buluşu ters, capalı. Xuddi küçük balının çoğun adamının urumendigini bilen, çoğun adamının küçü bağ, kudreti bağ adamının uruttum ama umudum digini okşaydı ya bu. Mana bu mu? Bizning turasimizdagi avlaviyat fiqhisi, qaysi avla, qaysi muhim, qaysi ahamiyatli, qaysi oldin qo'yiladi deb, şoň bugun islom ummatining ichidan tarbiyalangan, yetishgan baylar bo'lish lozim. İmamul G'azzali va avlaviyat tushunchasi hamda ülmalarının, yani yetişken alimlerinin evleviyat düşüncesi hakkında toxtalamiz. Ve minel ulema illezine anav bi fiqhil evleviyat ve naqqadul mujtami'al muslime bit tafriti fi el imamul G'azzali. Evleviyat düşüncesiga, fiqhul evleviyatga ahmiyet bergan, ko'ngil bilgan İslam cemiyetini buningga sal qaradi deb tanqid qilgan ulamalarning qatoridan Imamul G'azzali bor. Mana bu İmamul G'azzalining İhyaul Ulum namliq ko'p qismliq kitobida aniq oshkora chiqib turdi. Bu kishi Yajiduha qari bu kitobni o'qigan kishi u kitobning to'rtili mujallati ichida topalaydi ve onun El-Erba'in degan kitabida bu topidi. Lekin bu kitobni o'qigan kishi o evleviyatga ahamiyat berganligini bakmi aniq topalaydi. O G'azzalining Zammul G'urur, aldinishni so'kish degan kitobida bu aldinish halok qilg'uchi omillarning to'rtninki birisi ve huvel ashiru bu 10'incisi muhlikatının tütünün biridir. Ve fihi zekara asnafen minellezine evbakahumul gurur ve hum la yaşurun. G'azzali bu kitapta ularni aldınış, halak kılıvetken, ular his kılmayı halak kılıvetken kişilerden bir neçe türünü tilga aldı. Aldınıp, gullunup, halak olup ketken, bunu özü his qilmay halak bo'lib ketgan kishilarning bir necha turlarini tilga oldi. Mana shularning ichidan olimlarni tilga oldi, ibodat bilan, amal bilan shug'ullanadiganlarni tilga oldi, tasavvuflarni tilga oldi, baylarni tilga oldi, yana boshqa avomlarni tilga oldi. Her bir türünün içindeki aldanıp ketken la'ning fariqalarini sözledi
ve ularni ko'ngli qandaq aldıganligini ya ularga şeytanları yaman amellerini uz ko'rsatib, ular neticede o amelni yaxshi ko'rganligini, qanday yaxshi ko'rganligini boyni hammani tilga oldi so'zladi. G'azali sifatlash ve tasvirlab berishda bek yaxshi sifatlab tasvirlab berdi. Xuddi ergishish vacib bo'lgan durularga ishorat qilganidek. Men bu yerda uning kuchlik, cho'nqur, o'tkir tanqidlash namunalaridan ikki namunani tilga olish bilan kifoyalanaman. Biz buningdan o G'azalining Allohning dinini ne kadar tushunganligi, uning insonlar dunyosini shuncha ne kadar tushunganligi, uning kishilarni ishi va teshida isloh qilishga qiziqadiganligini ko'rishimiz uchun ikki namunani tilg'ab o'taman. Onun tıxıl avlaviyatı ko'ngil bilganligini tushunish uchun ikki namunani tilg'ab o'taman. Birincisi, amallarning shar'iy tartibiga kamchilik yetkazish namunasi. Amallarning shariatdagi tartibi va farz, vacib, sünnet, sünnet-i muakkida, mustahab, mubah deydigan dereceleri var. Küfür, şirk, haram, nifak, kebir-i günah, ekberül kebair, mekruh deydigan dereceleri var, tertipleri var. Mana bu amellerinin şer'i tertiplerini buzuş namunesi. Birinci namune diyanetlik, ibadet bilen şugullanıdığan, amel bilen şugullanıdığan, aldangan fariqlardan İmamul G'azali bu haqda munda deydi. Mana bulardan diyanetlik, ibadet bilen şugullanıdığan kişilerden bir türküm kişiler var. Farizni taşıvatkan, farizga sal qaragan, faziletlik ameller, nefli ameller bilen şugullangan. Bazıda faziletlik amellerge çoğunkur çöküp, hatta ular çektin eşiş, israf derecesiga chiqib qolganlar bor, yetib qolganlar bor. Masalan bu uningga tahorat suyidagi vasvasa g'olib kelgan bir odamga o'xshaydi. Tahorat olmoqchi bo'lsa, suning masalasida shunchalik tekshiradi, aniqlaydi. U suvda bak oshirib o'tadi. Pokiza deb shariatning fatvolarida pokiza deb hukm qilingan suvga rozi bo'lmaydi. Yiroq ihtimolliqlarni yaqin deb hisoblaydi nijosatda. Bo'lmasa nijis bo'lib qilish ehtimolligi shundoq yiroq bo'lsa-mu, uni yaqin hisoblab nijismiki, nijis bo'lib qilishi mumkin deb o'ylaydi. Agar ish halol yeyishga borgan chaqida shu odamning tahorat suyini aniqlashi, tahorat suyini tekshirishi kelgan vaqtimizda shundoq inchiqlaydi. Xuddiki nu igisi nudun su kelyapsa, su tushyapsa, ey nuning igisi, bu su nereden keldi? Demak, pokizmi, pokiz emasmi degan chaqda uribdi, hatto sen bizga xabar bermagin. Bu suning oqqanligi, yurishib turganligi uning pokizligiga dalolat qiladi. Uning beshida hayvonlarning mayoqlari bormi, yo biran nijosat bormi, yoki qandaq yerdan keldi, biz uni surishtiq qilishga buyurilmagan dedi. Agar ish halol yeyishga borgan vaqtda u yiroq yaqin ehtimolliqlarni yiroq mo'ljallaydi o chaqda. Shundoq bir nijis, ya'ni harom bo'lib qolish ehtimolligi, shubhalik bo'lib qolish ehtimolligini yo andaq emas deb yiroq mo'ljallaydi. Ba'zi ochiq haromni, aniq haromni yeydi. Agar bu odamning bu ehtiyoti sudin taomga yo'tkiladigan bo'lsa, suvni shundoq aniqlagandek, tekshirgandek, suv haqida izlangandek, taom yemak ichmak haqida shundoq qilgan bo'lsa, bu odam sahobalarning ish iziga o'xshatgan bo'lib ketdi. Faqat tavodda Umar radhiyallohu anhu Hristiyanning Sudanida diki su bilan tarat oldi. Nijosat ehtimoli bor turib, birinchidan Sudandagi su nijis bo'lishi mumkin.
Yani ikkinchidan Sudanning o'zi nejis bo'lishi mumkin. Uchinchidan Sudanға onun oldida haroq olib solgan bo'lishi mumkin. Bir xristian ayolning Sudanidagi suv bilan taratildi. Chunki suv pok. Suv pok bo'lganligi uchun Sudan pokizmi emasmi? Sudanning oldida haroq ilinganmi emasmi? Bu suv pokiz suvmi emasmi? Yana birisi bu haram pulga setib olgan suvmi emasmi degan ishlarni o'ylamadi. Bu kishi shuning bilan Umar roziyallohu anhu shuning bilan haloldan nurg'ulg'anlarni qo'yib qo'ydi, haromga tushib qolishdan asrab qo'yib qo'ydi. Mana bunda bir farq qilim bor. Suvga kelganda shundoq aniqlaydigan, ammo taomga kelganda aniqlamaydigan yoki taomga kelgan chaqda, yemak-ichmakka kelgan chaqda shundoq aniqlaydigan shu bo'likmi emasmi, gumon bormi yo'qmi degandek buni aniqlaydigan xuddi biliq yeymizmi desa, bu biliq yegan yem qandoq yemdi? Buningga harom yemekliklarni berib baqqan biliqmi bu yoki harom yemekliklarni berib baqqan malmi bu? Go'sht yemekchi bo'lsa deydigan, uni kim o'ltadi, qandoq o'ltadi, qachon o'ltadi deydigan. Ammo kiyim-kechakka kelgan vaqtda bu kiyim-kechakninki uzun qisqaligi, shakli musulmonlarga xosmi emasmi buni o'ylamaydigan yoki iqtisod tepishga kelgan vaqtda yolg'on aytib topdimi, soxta fazli qilib topdimi buni o'ylamaydigan bunda bir farqlar bor. Yeni bir farqlar bor. Nafl amallarga qiziqadigan, nafl amallarga qiziqadigan, nafl amallarni farz qatorida yeni bir farqi bor. Nafl amallarga qiziqadigan, o nafl amallarni yeni bir farqi bor. Nafl amallarga qiziqadigan, o nafl amallarni farzga ishonchi qilgandek o farqining farzga ishonchi qilishi cho'ng bo'lmagan, ya'ni farzga bak ishonchi qilmagan. Siz ularning birini ko'rasiz, zuha namozi bilan xo'sh bo'ladi, kechilik namozi bilan xo'sh bo'ladi va ana shuning o'xshagan nafl namozlar bilan xo'sh bo'ladi. Farzdan lazzat ololmaydi. O farzga avvalgi vaqtda bak qattiq qoldirmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zini unutib qoladi. Payg'ambar alayhisalom uni Robbidan rivoyat qilgan hadisdagi so'zini unutib qoladi. Manga yaqinchilik qilguvchilar men ularga farz qilgan farzni ado qilish bilan yaqinchilik qilgandek bir narsa bilan yaqinchilik qilmadi dedi. Tertib, yaxshi amallarning orasidagi tertibni tashlashmi yomonliklarning qatoridan. Demak, farzga, nafliga qiziqishi farzga ishonchi qilinmaydi. Farzni qabul bo'ldimi, bo'lmadimi, uningga qalbi e'timod qilinmaydi. Shuning uchun nafl amallar qiziqadi. Balki insonga ikki farz en bo'lib qoladi. Biri qo'ldan ketadi, yana biri qo'ldan ketmaydi. Yoki ikki dona fazilatli ish bor. Biri uning vaqti ta, yana birining vaqti keng. Agar buningda tartibni saqlamasa, bu kishi aldangan kishi bo'ladi, mag'rur kishi bo'ladi. Mana buning o'xshashlari son-sanoqsiz jiq. Nima uchun? Chunki ma'siyat muashkara, xatolik muashkara, taat ibodat muashkara. Faqat yushurun bo'g'ini ba'zi ibodatlarni ba'zining oldida qo'yish, ba'zi ibodatlarni ba'zidan burun qilish, bu yushurun ma'siyat bu. Xuddi ba'zi farzlarni nafllarga butun farzni, mayli farzi kifoya bo'lsin, farzi ayn bo'lsin, butun farzni naflining oldida qo'yguniga o'xshash. Nafliga farzi aynlarni farzi kifoyaning oldida qo'yish,
onun bilen hiç kim şugullanmagan perzi kupayını onun bilen başkalar şugullanıvatkan perzi kupayının aldığı koyuş muhimni perzi illadın mı muhimlerini onundan tüvündekiye aldığı koyuş koldan ketidiğini koldan ketmeydiğini aldığını koyuş bu mehbi bu yuşurun mana şu bu şunundek atanının hacetini anının hacetini dadının hacetiga ilgiri qilishni lazım tutudi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sual qilindi. Peygamberimga men kimga yaxshilik qilaman ya Resulullah deb deyilibdi. Peygamber sallam ananga dedi. O kishi anыңdan keyin kimga? Peygamberim ananga. O kishi anыңdan keyin kimga? Peygamber sallam ananga. O kishi anыңdan keyin kimga yaxshilik qilaman? Peygamber sallam dadanga dedi. O kishi anыңdan keyin kimga yaxshilik qilaman debdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam yaqin tuqqanlaringga. Uningdan keyin qalsa yana yaqin tuqqanlaringga dedi. Shuning uchun sili rahmidimi yaqin tuqqan bilan boshlashga tegishlik. Agar ikkilisi o'xshash bo'lib qolsa, tuqqanning darajasi ikkilisi ikki tuqqan, bir tuqqan, bir yarim tuqqan o'xshash bo'lib qolsa, ehtiyojligi bilan boshlashga tegishlik. Agar ehtiyojda o'xshash bo'lib qolsa, taqvo, farzkor bilan boshlashga tegishlik. Mana bumi islomdagi amallarning tartibi. Xuddi ananinki hojatini dadining hojatiga ilgiri qilishga o'xshaydi. Shuningdek ota-onaning chiqimi hajning chiqimiga iqtisodi yetmaydigan kishi ba'zida haj qiladi. O aldini qilib aldangan kishi o. Belki o kishi ota-onaning haqqini hajning oldiga qo'yishi lozim. Mana bu muhim bo'lgan farzni uning tuvindagi farziga oldida qo'yganlikning qatoridan. Chunki ota-onani beqish farzi ayn, ota-onani qarolish farzi ayn, haj qilish o farz. Agar bu ikki farz o'xshash uning ustiga tayin topsa, ota-onasiga hajligili pul yetmaydi ekan haj qilaman desa, ota-onasini kambag'al, ota-onasini muhtoj yo ota-onasini qarzdor qilib qo'yib turib haj qilish bu to'g'ri emas. Bu mag'rur kishi, aldangan kishi. Shuningdek, agar bir bandaning ustida va'da bo'lsa, juma vaqti kirib qolsa, juma qazo bo'lib ketadi. Va'daga vafo qilish shu vaqtda ma'siyat, jinoyat. Agarchi u o'z zotida ibodat bo'lsa-mu, juma vaqtida hech kim bilan va'dalashib qolgan bo'lsak, va'daga vafo qilaman deb namozni kechib turganlik yoki namozda qazo qilganlik bu bir jinoyat bu. U vaqtda namoz va'daga tumaymiz, namozni o'qiymiz, chunki uning vaqti qisqa, uning vaqti bor. Shuningdek uning kiyimiga nijosat yuqib qoladi. Natijada u ota-onasiga, oilasiga shu sababli qattiq quruq gap qiladi. Mana bu nijosat cheklangan ish. Ota-onasiga aziyat berishmi cheklaniglik. Aziyat berishdan cheklash nijosatdan cheklaganlikdan muhim ya. Bir kiyimlarimga nijosat yuqib qoldi deb oila, ota-ona bola chaqalarini tillash, qattiq quruq gap qilish, hatto urush bu mu shariatning tartiblarini qalaymagan qilayotganlik. Bunda misollar, ya'ni cheklangan ishlarning, taat ibodatlarning bir-biriga udul gap qilish misollari son-sanoqsiz. Qanda bir kishi mushuning hammasida tartibni tashlasa, ya'ni tartibga amal qilmasa, u aldangan kishi bo'ladi. Mana bu g'oyat aldanganlik bu. Yani haza gururun fi gayetil gumud degan bu bek maxfi bo'lgan aldinish bu. Chunki bu yerdagi aldinish o ibodatda bo'ladi. Lekin u buni his qilmaydi.
taatni ma'siyatga, ibodatni gunohga aylantirayotganligi uchun. Chunki bu kishi uning bilan muhim bir ibodatni qo'yib qo'ydi. O ibodat uningdan muhim bo'lgan bir ibodatni qo'yib qo'yganlik uchun taat ibodatni gunohga aylantiryapti. Bu sezmaydi bu. Mana buni İmamul Faqih G'azzali bek ahmiyetlik deb tilga olgan. İslam uyg'unish harakatiga chaqiruvchilar buni tushunish, buni his qilishga bek ehtiyojli. Uzundan beri men sahvat yoshlarini, uyg'unish harakatining yoshlarini ve dini cemaatlerini fiqhu meratibil a'mal, amallarning mertebelerini tushunish deb atagan bu xil qarashga chaqirdim. Her bir amalga onun şer'i kıymetini bilishga ve onun buyurulgan buyruqlar, tosulgan nehiyler şu tutki o'rnini bilishga, birinci pelledimi, ikinci pelledimi bunu bilishga chaqirdim. Men İmamul G'azzali yazgan narsani bundak cho'nqur, bundak aniq o'qimagan ve o kishi buningdan uchuq so'zi bilan terkut tertib beynel hayrat min cümleti şurur deb ifodaladi. Yaxshilik, ibadetler arasındaki tertibni tashlash bu yomonlikning qatoridan dedi. Bu kishining kalamida ziyade ko'pligan misollar keladi. Agar buni tushunay uqay desak, İhya Ulumuddin degan G'azzalining kitobiga qarasak bo'ladi. Demak, İmamul G'azzali İhya Ulumuddin degan mana bu kitobida ibadetlerning arasidagi tertibni buzganlikmi, tertibni tashlaganlikmi, u bir jinoyat, u bir gunoh, u bir xatolik. Ama bunu insanlar tushunmaydi dedi. Çünkü ibadetin ibadetke yötkeldim ben de qaraydı. Ameliyatda ibadetin günahı yötkelgenlik bu. İktisat ne? İktisat ne? Hacdigenlikning namunesi. Evla boğan yeğenin gayrigi hacdigenlikning namunesi. Yeni bir namunu var. Bir kısım bayladı şekillenedi. Uladın, şu bayladın aldangan periqleri şekillenedi. Mesela o bir periqisi o bayladın mescid selish, medrese selish, rabatlını selish, köylük selishga qiziqadi. Ve insanların hemmesi aşkarı körünüdüğün işlahı kızıqıdı. İsimlerini bu mescid, medreselerge hiç piş bilen yazıvatıdı. Namı mengu, kağılı, ölgenden kimi olanın izi qap-qağılı yazıvatıdı. Bula oylaydı, şu arkalık Allah Teala'nın günahını keçirim kılışkı tigişlik bulduk dep oylaydı. Emeliyatta ola bu kıgan işini iki taraftan aldandı. Biri, ular bunu zulüm qilish yo'li, zulüm bilen, bolan talan, parxo'rlik, cheklangan taraflar bilan topgan mil orqali bino qiladi buni. Ular u molni ishlatishda Allohning g'azabiga duch keldi birinchi. Va Allohning g'azabiga duch keldi, uni hajlashda, tepishda bir Allohning g'azabiga duch keldi. Onu hacleşte Allah'ın gazabı duç geldi. İki taraftan Allah'ın gazabı uçurdu bular. Ulağa vacibi o malını tepiştin toxtaş idi. Bundak zulüm yolu arkalı, parxo'rlik, bolan tanlançılık yolu arkalı mal tepiştin yeniş ulağa vacip idi. Eğer ula o malını tepiş arkalı Allah'a asılık kılgan bolsa, ulağa vacibi Allah'a tövbe kılış, Allah'ı yeniş, o malını ilgileri yandırıp beriş, ya öz aynını yandırıp beriş, ya ki onun bedelini yandırıp beriş, aciz kelgen çağda. Özünü yandırıp beriş ki aciz kelgen çağda, bedelini yandırıp beriş. Bu, onun üstüge vacip idi. Eğer ola ilgilerden aciz kelse, ilgilerini tapanmayman, kimligini okumayman da bunun aciz kelse, o malını varislerine, ilgilerinin varislerine yandırıp beriş vacipti. Eğer mezlumның varisi kalmagan bolsa, o malını en mühim yaxşılık uğurlarına serp işletip ötüş vacipti.
Yani bu muhimroq bo'ldi. Yani muhimroq ihtimal muhimroq miskinlarga bo'lib berish bo'ladi. Shuningga ishlatib o'tish kerak edi. Ular bunda qilmaydi. Nimishqi qilmaydi? Mana bu insonlarga oshkor bo'lib mushuninki odamlarga oshkor bo'lib qolmasligidan ansirab, oshkor bo'lib qolmasa o'tdi deb ansirab unda qilmaydi. Natijada ular bino soladi qish-pishti bilan. Maqsadi u binoni solishdan riyo qilish, kishilarning maqtishini qo'lga keltirish, ularning shu binolining mangu turishiga qiziqish, yani onunğa yazılgan ismi mangu turish uchun, yaxshilikni saqlab qolish uchun. İsmimiz yazılgan bo'lgandan bu mangu tursin deb binolining mangu turishiga qiziqish. Mana bu o baylardan bo'ladigan bir nima? G'urur, aldinish. İkinci tarafdan ular o'zicha ixlos qildik deb o'ylaydi va bino solishga pul xarjlash bilan yaxshilikni niyat qildik deb o'ylaydi. Agar bir kishi ulardan bir dinarni uning ismini u xarjlagan o'ringa yozmay bir dinarni xarjlashni taklif etsa, uning ko'ngli o'rmaydi. Allah subhanahu va taolo u odamdan xabari bor, ismini yozsin yo yozmasin. Agar u malni xarjlash bilan odamlarning roziligini iroda qilmagan bo'lsa, Allah'ning roziligini emas, odamlarning roziligini iroda qilmagan bo'lsa, u buningga muhtoj bo'lmaydi, ismini yozishga muhtoj bo'lmaydi, nomini chiqarishga muhtoj bo'lmaydi. Demak, bular mana bu malni teping desa zulm, harom, bo'lan-talan qilish, parxo'rlik qilish, har xil cheklangan yo'llar bilan topadigan, ammo uni egishga qaytaring desa qaytarmaydigan, malni, iqtisodni loyiq bo'lmagan yo'lga qaytarish. Mana bu amallarning orasidagi tartibni buzganlik. Baylining jismoniy ibodat bilan mashg'ul bo'lishi, bu tartibni buzayotganlik. Yeni bir fariqi va baylidan. Ular o jismoniy ibodat bilan mashg'ul bo'ldi, mallini saqlag'ili, mallini piqsiqlik bilan tutib qolg'ili. Milni saqlash uchun jismoniy ibodat qiladi. Ondan jismoniy ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. O boy uningda chiqimga muhtoj bo'lmaydigan jismoniy ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Masalan, kunduz ro'za tutish, kechini qiyom qilish, xatmi Qur'on qilish degandek ma'ni bilan mashg'ul. Bular oldinliq bular. Chunki qattiq bexillik ularning ruhiy dunyosini kontrol qilib oldi. Shuning uchun bu boy bexillikni malni chiqarish orqali yulib tashlashga ehtiyojli. O boy fazilatlik amallarni izlash bilan mashg'ul. Valaniki uningdan behojat. Uning misoli, bu boyning misoli, kiyimiga yilon kirib olib, uni, ya'ni o'ltirishga yaqin bo'lgan, uning misoli kiyimiga yilon kirib olgan va o'lishga yaqin bo'lgan kishining misoliga o'xshaydi. O kishi bo'lsa, buni kiyimiga yilon kirib olib, chiqib o'lishga yaqin bo'lgan kishi bo'lsa, zanjibil qaynatish bilan mashg'ul, uning bilan saprani pastlash uchun. Saprani pastlayman deb zanjibil qaynatish bilan mashg'ul bo'lgan odamdak. Yilon o'ltirayotgan kishi zanjibilga muhtoj bo'lamdi. Yilon chiqib o'ltagini qopgan kishi zanjibilga muhtoj bo'lamdi bu yerda. Shuning uchun Bishril Hafiga munda deyildi. Palani boy bakruzi tutudi, to'la namoz o'qiydi debdi. U Bishril Hafi u bechora ekan. U o'zining ishini tashlab, o'zining boshqalarning ishiga kirib olgan bechora ekan. Faqat buning ishi, bu boyning ishi och qolganlarga taom berish, miskinlarga
pul hajlash bu uningga afzal. Uning o'zini och qo'ygan, o'zi uchun namoz o'qigan, liqidan uning dunyoni jug'lab, dunyoni faqirlarga bermaganligidan bu jug'lab dunyoni faqirlarga bermaganligidan uning nisbatan uni hajlash afzal. Demak, baylar iqtisodi va baylar iqtisodlarini yig'ib to'plab, iqtisodlarini duylab, ammo ro'za tutish, Qur'on o'qish, nafl namoz o'qish, jismoniy ibodat bilan shug'ullanishi bu amallarning o'tirisidagi tartibni buzganlik bu. Nafl hajga pul hajlash, Imomul G'azzoliy shuningdek diyonatlik baylarni ayiblagan ishlarning birisi, o baylar hajga pul hajlashga qiziqadi. Takrar haj qiladi. Ba'zida qo'shnilarini och qo'yib takrar haj qiladi. Mana shuning uchun Abdullah ibn Mas'ud munda dedi, zamona oxirsida sababsiz haj qilganlar ko'paydi. Ularga safar qilish oson. Ularning rizqi kengul bo'ladi. Ular ajridan mahrum, qo'li quruq yenib keladi. Ularning biri tugisni qumliqlar bilan jangallik orasida chaptiradi. Vaholaniki qo'shnisi uning biqinda asriga ilinliq, u qo'shnisiga yordam bermaydi. Qo'shnisi asriga ilinliq, tutqun qilinliq, och qilliq, uningga yordam bermay, shu haj qilaman, yaxshi ish qilaman deb tugilarini chaptirdi, ammo u ajridan mahrum dedi. Xuddi Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu bizning bu zamonimizga g'aybning oqsini qaragandek va o zamondagi ishlarni sifatlagandek. Abu Nasr Tammarmi munda deydi, bir odam Bishr ibn al-Harisni uzitib qo'yg'ili keldi va uningga dedi: "Sen haj qilg'ili bel bog'labsa, ya'ni inna rajulan ja'a yuwaddi Bishr ibn al-Haris." Abu Nasr Tammar munda dedi, bir odam Bishr ibn al-Haris bilan vidolashqili keldi, xo'shlashqili keldi va dedi: "Bu Bishri sen hajga bog'lab, bu kishi men hajga bel bog'ladim. Meni bir narsaga buyuramsa, bir tavsiyang bo'lsa qilgin" degandan keyin Bishr uningga qanchalik pul tayyorlading hajning chiqimiga dedi. U kishi 2000 dirham dedi. Bishr sening hajjingdan nimani maqsad qilsa, zohidliknimi, ya Baytullohga bo'lgan tashnoliknimi, ya Allohning roziliqnimi, buni qaysi maqsad qilsa hajjingdan dedi. O kishi Allohni rozi qilishni talab qilishdi. Bishr, agar sen Allohning roziligiga erishsang, sen uyingda turib 2000 dirhamni hajlab, 2000 dirhamni hajlab uyingda turib erishsang va Alloh subhanahu va taoloning roziligiga jazmi, Allohning jazman rozi bo'lganligi, jazman rozi bo'ladiganligiga erishsang, buni qilamsan, o kishi shunda qilay dedi. Bishri dedi, unda olsa sen bu 2000 dirhamni 10 kishiga bergin. Qarzdorga bergin, qarzini o'zi olsin. Faqirga bergin, qiyinchilikni hal qilib olsin. Oila savoliga bergin, balavoqlarni boqsin. Yetimni boqqan, yetimga ega bo'lganlarga bergin, o yetimni xo'sh qilsin. Agar qalbing unisa, uni bir odamga bergila, unda qil. Chunki sening musulmonning qalbiga xursandlikni akirganliging, tanglik tortib qolgan kishiga yordam qilganliging, ziyon zahmatni ko'tarayotganliging, ojizga yordam qilganliging, islom hajjidan keyin, ya'ni farz hajjidan keyin 100 haj qilganligingdan afzal. Onangdan to 2000 dirhamni biz buyurgandek chiqim qilgin. Agar anda qilmasang, bizga qalbingdekini de, bunda qilmayman, qilamayman desang, yurakingdekini de debdi. O kishi, ey Abu Nasr, mening safarim qalbimda kuchliroq. Shu safar qilgim kelyapti, haj qilgim kelyapti dedi. An Bishr rahimahulloh kulib ketib, uningga qarab, uningga munda dedi. Mal agar tijoratning kirlaridan shubhatlidan jug'langan chog'ida ko'ngil u malni
shu hojatiga ado qilib o'tishni talab qiladi. O'zining hojatiga ado qilib o'tishni talab qiladi. Am bu ko'ngil yaxshi amallarni oshkorlaydi. Shuning bilan yaxshi amallarni o'tirg'i chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo o'ziga faqat muttaqilining amalini qabul qilishga qasam ichgan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Parvardigorimiz bizning gunohlarimizni qabul qilgin. Haqiqatan sen gunohlarni, so'zlarini eshitguchi, ahvolimizni bilguchi dedi. Demak, mana Bishrul Hafi ana shunda degan 2000 dirhamni 10 odamga taqdivatqin deb, ammo o mening safirim kuchli qilyapti deb ko'nglidagi degan. Mana bu amallarning o'ttirishdagi tartibni buzganlik. Bu nimaning natijasi desa, shu tijoratning kirlaridan, shubhatlardan topilgan mol bo'lganlik uchun nafsi u molni shu hojatiga tugitib o'tishni talab qiladi. O'zining ko'ngilning hojati, ko'ngilning ehtiyojiga tugitib o'tishni talab qiladi. Ko'ngil nimani arzu qilsa, nimani talab qilsa, nimani o'zi ko'rsatsa, shuning bilan tugitib o'tishni talab qiladi u ko'ngil molni. Am bu yaxshi amallarni o'ttirg'i chiqaradi, yaxshi amal qildim deydi, natijada u tartibni buzish orqali yomon amallarni qilib o'tadi. Demak, amallarning o'ttirishdagi tartib, shar'iy tartibni buzish, shar'iy tartibga daxli yetkazish, shar'iy tartibga rioya qilmaslik bu cho'ng ma'siyat bu. Biz bulup o bugünkü kundagi islom ummati dinidan tushunchasi ojiz, ilm safhasi tuvan, islomni haqiqiy bilmagan bu kunlarda ummat buni umuman duch kelgan bir kasal bo'lug'liq bu. Fiqhul avlaviyatga sheriklashgan boshqa ulamolar Imomul G'azzoliyning zamondoshlaridan Alloma Rag'ib Asbahani. Mana bu kishining Fiqhul avlaviyat haqida yolqinliq so'zlari bor. Biz bu sözlerden bir kısmını naql qildik. Sünnet bilen meşgul bolu bu kişininki yolqinliq bir so'zlari bor Fiqhul avlaviyat haqida. Biz bu sözlerden bir kısmını naql qildik. Farzdan yüz o'rib sünnet bilen meşgul bo'lish haqida degan so'zlarni naql qildik. Mana buning so'zi qanday bir kishini fazli amaldan, yani fazli amaldan meşgul qilsa, yani nafli amaldan meşgul qilsa, o özrüsü qabul qilinadi. Qanday bir kishini nafli amal, farz amaldan meşgul qilsa, o mag'rur. Nafli amalni qilaman deb, farz amalni qoldirib qo'yib qo'ygan bo'lsa, bu odam mag'rur aldangan odam dedi. Uningdan keyin tanqidchi imom Abul Faraj ibnul Javzini topamiz. Buning jamiyatni va jamiyatdagi har xil guruhlarni tanqidlash va u guruhlardagi avlaviyatga kamchilik yetkazganligini tanqidlash, shaytonning ularni bu haqda oldiganligini tanqidlash haqida keng bir hassasi bor. Mana biz buni uning Talbisu Iblis, Saydul Xotir, Zammul Havo degan kitoblarda ko'ra olamiz va uning boshqa kitoblarda ko'ra olamiz. İbnul Javzi muhim avlaviyat tushunchasining muhim bir tarafiga diqqat qildi. Uning o'sha avlaviyatga kamchilik yetkazishdagi ta'siri bor tarafiga diqqat qildi umumiy insonlarda. Bu ojiz mavzu hadislar. Ammo o'zining büyük cho'ng ishki kitobi Al-Mawdu'at nomli kitob, Al-Ilalul Mutanahiya fil ahadisil vahiya, zayf hadislardagi chekiga yetgan illatlar nomli bu kitobni tuzib chiqdi. Uningdan keyin ulamalarning sultoni Izzuddin bin Abdusalamni topimiz. Buning o'tkir qarishi to'g'ri fikri bor, muvozinat fiqhisida, avlaviyat fiqhisida qarishi borligini topamiz. Buningki ta'siri uning qimmatli kitobi Qavoidul Ahkam fi masalihil anamda namoyon bo'lgan bu idisininki ta'siri. Biz buningdan ikkinchi qismida maqsadga dalolat qiladigan nurliq abzaslarni naql qildik bu kishining so'zidan. Demak,
bu kişimi evleviyat düşüncesi, muvazanat düşüncesi qattiq ehmiyet bergen. Yani İslam ümmetinin piş kademleri, pişevaları, yetişken ulamaları bu muvazanat kısqa hakikaten ehmiyet bergen ve onunla amel kelgen ve özünün zamanındaki amellerini şu arkalık yetekçilik kılgan ve şunun bilen başlamcılık kılgan. Allah subhanahu ve teala hemimizni yetişken ulamalardan kılsın. Allah hemimizni doğru yolda, hak yolda müstehkem kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillah.